O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha olib borilayotgan siyosat va chora-tadbirlarning samaradorligini ta'minlash har bir davlat tashkiloti va har bir davlat xizmatchisining asosiy vazifalaridan biridir. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Yengil sanoatni rivojlantirish agentligi tomonidan agentlik faoliyatining ochiqligini ta'minlash, korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvini oldini olish hamda unga qarshi kurashish borasida ko'plab amaliy ishlar bajarilmoqda. Shuningdek, korrupsiyaning har qanday holatlari haqida o'z vaqtida va tezkor xabar berish imkonini beruvchi rasmiy veb-sayt, ishonch telefonlari hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz faoliyat ko'rsatmoqda. Taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'yayotgan O'zbekiston uchun korrupsiyaning har qanday shakldagi ko'rinishlari islohotlar shiddatini susaytirishi bilan xavflidir. Qonun talabining to'laqonli amalga oshirilishi mamlakatimiz aholisi turmush farovonligining rivojlanish yo'lidagi to'sqinliklarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Mamlakatimiz kelajagini va obro'-e'tiborini qadrlaydigan har bir davlat tashkiloti, har bir davlat xizmatchisi korrupsiya tahdidining zararli oqibatlarini esda tutmog'i va unga qarshi kurashmog'i shart. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Yengil sanoatni rivojlantirish agentligi faoliyati doirasida korrupsiya yoki manfaatlar to'qnashuviga duch kelsangiz, agentlikning aloqa kanallari yoki ishonch telefonlariga murojaat qilishingizni so'raymiz.